Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilarimiz. Bugun 2025-yil 14-mart sanasi bilan biz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Quduq mahallasida Farruxjonning xonadoniga keldik. Do'stlar, bizning kanalimizda juda ko'p aka-ukalarimiz so'raydi, Botir aka manzilini ayting, telefon nomerini ayting. To'xillarda sorti zo'rlardan, poychalari qalin-qalin, oyoq qo'li cho'ziqlaridan, kelajagi borlardan ko'rsating aka, biz sotib olamiz degan aka-ukalarimizga do'stlar bu maxsus video bo'lyapti. Bizdan juda ko'p aka-ukalarimiz so'rayapti, Botir aka ko'rsating deyishyapti. Shuning uchun obunachilarimiz so'ragan narsani biz iloji boricha ko'rsatishga harakat qilyapmiz. To'xli so'radi, mana to'xillarni ko'rsatib qo'yapmiz. Akalar, biz bo'lmasa Farruxjon bilan birgalikda mana shu yerdagi to'xillarning ma'lumotlarini aytib o'tamiz. Do'stlar, to'xillar nihoyatda sorti zo'r. Akalar, kalla garbonoslari ham zo'r. O'zi yungi tulab tushib ketadigan xilidan. Akalar, hammasi tikka dumma. Bulardan tushgan qo'zi, bulardan tushgan bola akalar nihoyatda chiroyli bo'ladi. Inshaalloh endi oldi bahor bu to'xillar katta bo'lib o'sib nihoyatda zo'r bo'ladi akalar. Mana qo'y qilaman degan aka-ukalarimizga mol qilaman, ko'paytiraman, toza hisori qo'yni ko'paytiraman. Mana shularni bir urug'ini olaman. Men ham shu qo'ramda yaxshigina qo'y qilaman, chorva bilan shug'ullanaman degan aka-ukalarimizga mana shu to'xillarning ma'lumotlarini hozir to'liq Farruxjon ukamizdan aytib o'tamiz. Do'stlar, mana shunday to'xillar har bitta yurtdoshlarimizga, har bitta obunachilarimizning qo'rasida bo'lsin 100 tadan va o'zidan ko'payib akalar 1000 ta bo'lsin akalar. Do'stlar, kim agar qiziqib turgan bo'lsa, kim agar qidirib yurgan bo'lsa, pastda nomerlarni qo'yib qo'yaman. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol biz qoldirib ketgan ma'lumotlarni so'rab sotib olaverasizlar akalar. Bo'lmasa biz Farruxjon bilan mana shu to'xillarning ma'lumotlarini aytishdi akalar boshladik. Farruxjon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Botir aka. Zo'rmisiz? Sog'liklaringiz zo'rmi? O'zingiz zo'rmisiz? O'zlari zo'rmi? Chorvangizga baraka bersin ukajon. Umringizga baraka bersin aka. Ukajon, siz bilan mana birinchi marta ko'rishib turibmiz. Birinchi marta siz bilan men haqqa tavsiya qilyapmiz. Mana shunday to'xillarni gazlisini, oyoq qo'li cho'ziqlaridan, sorti yaxshilaridan tavsiya qilyapmiz. Endi Farruxjon shu xalq uchun birgalikda endi siz bilan ham xizmat qilamiz. Shunday endi inshaalloh shu to'xillarni kim olsa ham barakat topsin. Bu yerda endi Farruxjon necha bosh to'xli qo'zimiz bor? 21 bosh to'xli qo'z bor Botir aka bu yerda. 21 bosh to'xli qo'zi bor. Mashalloh, lekin haqiqatda bo'ynlari ham yo'g'on ekan-a. Ha, ko'ring aka, hammasini bo'ynlari ham yo'g'on aka, sifatiga ham gap yo'q aka. Endi qarang, Farruxjon. Bularning balandliklarini necha deb olamiz endi? Balandlik aka 70 pilsga olaversin aka. 70 pilsga olaversin. Ha, 75 ligi ham bor aka. 70 pilsga olaversin. Ha. Menga qarang, sog'ligi, yeb ichishiga qancha kafolat? 1 hafta garantiyasi bor. Ha, 1 hafta kafolati bor. 1 hafta kafolati. Yeb ichishiga, sog'ligiga 1 hafta kafolati bor. Yeb 1 hafta kafolati. Ha. 1 hafta yedirib, ichirib sinamog'i bor. Shunday aka. Ha. 75 plyus deyapsiz. Bularning bir ikkitasini qonni ham osilib qolibdi, bu bozlari ham bormi ichida? Ichida 10 ta bo'g'oz bor. 10 ta bo'g'oz bor. Ha, yo'q-e? 10 ta bor. Olib shu necha bosh dedingiz? 21 bosh aka. 10 ta bo'g'oz bor. 10 ta yelin qilib qo'ygan, yelin qilib jo'naganmi? 10 ta. Bo'lmasa shu 30 ta bo'lar ekanda bular. Ha, 10 tasi yelin qilib jo'nagan aka. Ha. Do'stlar, mana iloji boricha shu Farruxjon ukamiznikiga birinchi marta kelib turibmiz xonadoniga. Shunday to'xillarni ko'rsatyapmiz. Endi bizdan nihoyatda ko'p aka-ukalarimiz, obunachilarimiz so'raydi. Ko'rsating deydi, ko'rsatib o'tyapmiz. Bo'lmasa shu 20 bosh bo'lsa, 10 tasi o'zi bir xillari sal-pal qonni osilib qopti, ha? Aka, yelin qo'zib jo'nagan aka, 10 tasi aka, yelin qo'zib jo'nagan aka. Ko'rdim, mana yelillari ham qizarib qopti, yelillari ham qizarib qopti, mashalloh. Yaxshi ekan, sorti ham zo'r ekan, holatlari ham suyagi qalin, poychasi ham yaxshi ekan. Endi Muhriddinjon, endi men mana bozorlarda aylanib yuribman, hamma joyda qo'y chiqaraman, to'xli ham chiqaraman. Hamma qo'ydimda qarab, o'zi sortiga qarab, holatiga qarab, bahosi necha pullik qo'y buni bilaman-da. Shunday. Shuning uchun siz birinchi shuni bir qo'lga oladigan akalarga
bir qo'lga qomariga oladigan aka-ukalarga shuni bahosini bitta ayting menga. Necha puldan qilib berasiz bularni endi, ha? Endi buni Botir aka nima deymiz ekan buni? Aka, kommentarlaringizni ko'ryapman, kommentarlarni hammasini ko'ryapman aka. YouTube'da chiqarganlaringizni ko'ryapman. 3,5 ga ham chiqaryapti aka, 33 ga ham, 32 ga ham chiqaryapti aka. Ha. Aka buni aka 3,5 ham demaymiz, 32 ham demaymiz aka. 29 dan hisob qilsa 29 dan hisob ketaversin. Ha. Bo'g'ozi ham ichida, aka ichidagi bo'g'ozi ham hammasi bu joyda. Menga qarang, 29 demang, uka. 29 demang, bir qo'lga ketsin, ichida 10 tasi yelin qo'zab qolgan deyapsiz. Olgan odam ham barakat topsin. 26 dan bering bir qo'lga. Yo'q, Botir aka, 26 dan berayotgan mol emas aka. Bu 26 ham buni aka, bu shu aka so'raydigan odam ko'p aka buni. U endi bir pul zararlanmasligidan sotilyapti o'zi aka Botir aka. Bir texnika olmoqchi edi. Nasib aka shunga yaxshi netga aka bu. Texnika olaman deyapsiz. Yaxshi netga aka bu. Menga qarang, 29 demangda, sal siylab bering, buni kelishtiring. Endi nima dey endi Botir aka? 29 dan dastavka qilib beraman bo'ladimi O'zbekistonda? Yo'q, 20 dastavkani to'xtab turing ukajon. Ya, nima dey? Buni 29 deganingiz bilan to'g'risi qo'ydi bahosi bilan chiqsin kanalga. Aka chiqsin. Qarang, men o'zimga shu talashmayman. Ya o'zingizga talashganda talashasiz obunachilaringizga. Menga qarang, 29 demang, siylab bering shuni. Nima dey endi aka? Nima dey? Siylab bering, bir jonliroq siylab bering qani, bir sizdan ham bir barakat topsin. Bunda yalasimda aka-uka bo'lib qoling. Bunday qilamiz Botir aka. Ha. Mayli, dastavka pastavka qilmaymiz. 100 ming kam bersin o'zi olib ketsin. 28. 28 dami. Yo, u dastavkasini qilmasangiz odamlar qanday buni odamlarga yengil yaratish maqsadida video qilyapmiz. Bu dastavkasini aytmasangiz u qanday biz odamlarga yengillik yaratgan bo'lamiz? Nima dey aka? Menga qarang. Shu 27 dan bering, 28 ham bekar. Shu 27 dan beringda O'zbekiston bo'ylab dastavka qilamiz. Yo'q, aka. 27 dan O'zbekiston bo'ylab dastavka nima? Bo'pti, 28 dan O'zbekiston bo'ylab dastavka beraman. Yo'q, 28. 27 dan O'zbekiston bo'ylab dastavka bering aka, bo'ldi. Menga qarang, bir qo'lga ketyapti bu masalan. Mol aka 10 tasi bo'g'oz aka, yelin qo'zib jo'nagan aka. 10 tasi yelin qo'zib jo'nagan aka. Ya mayli. Mol sortiga qarab pul bersin, o'zi endi aka mol qarang. Menga qarang, endi bahosi bilan salgina bir bahosi bilan chiqaraylik endi. Nima deydi aka sizga? Shu 27 dan O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib bering. 27 dan beraman, eshiting mayli. Aka siz obunachilaringiz endi xafa bo'lmaysiz aka. 27 dan beraman, o'zi olib ketsin. O'zlari olib ketsin? Ha. O'zlari olib ketsin, ha? 27 dan uyingizdan kelib o'zlari olib ketadi. Shunday. Menga qarang, mayli, siz sari ham boraman, ro'za oyida turibmiz. Qarang. Bir ulug' oyda turibmiz-da. Shu ro'za oyida har birimiz barakamizni bersin. Shu bizni ko'rib turgan har bitta xalqni, har bitta yurtdoshlarimizni barakasini bersin. Chorvalarni barakasini bersin. Sizni ham chorvangizni bersin, barakasini bersin. Menga qarang, 27 dan hech bo'lmasa Toshkentgacha dastavka qilib bering. Aka mayli aka. Ro'za Ramazon oyida aka O'zbekistonga demaymiz aka, hech anadilmas. Samarqandgacha dastavka qilib beraman aka. Samarqandga. Ro'za Ramazon oyida aka. Barakat topsin, yalchsin hamma kim bo'lsa. Shu ro'za oyida hurmat. Ro'za oyiga aka. Bo'ldi 27 dan dastavka Samarqandgacha. Hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalarimiz, mana ko'ryapsizlar. Endi pastda men Farruxjonning nomerini qo'yib qo'yaman do'stlar. Xohlasangiz o'zingiz kelib, qo'ydi ustida kelib ko'rib oling. Xohlasangiz mana Samarqandgacha dastavka qilib beraman deyapti. Yaxshi bo'ladigan, sorti zo'r to'xillar akalar. Mana holatlari zo'r. Yeb ichishiga, sog'ligiga bir hafta kafolati bor deyishyapti. Akalar 10 tasi bo'g'oz yelin qo'zab qolgan, sorti zo'r. Kashtanidan desangiz, kashtanlardan, qora kashtanlardan ichida sariqlari ham bor ekan. Akalar, shoshilib qolaveringlar do'stlar. Tavsiya qilaman, kim olsa ham mazza qiladi, yaxshi qo'y bo'ladi akalar. Mana shunday videolarni ko'rib, ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Manzilni yana eslataman. Manzil Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Quduq mahallasida Farruxjonning qo'rasiga kelib, mana shu qo'ylarning egasi bo'lishingiz mumkin akalar. Do'stlar, har bitta yurtdoshlarimizga nasib qilsin shunday qo'ylar akalar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda sog' salomatda uchrashguncha deb qolamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar akalar.